5-sinf adabiyot darsligi. Janni Radari. Xurishni bilmaydigan kuchukcha. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Xurishni bilmaydigan bir kuchukcha bo'lgan ekan. U na xura olarkan, na miyovlay olarkan, na ma'rashni bilarkan, qisqasi hech bir maxluq tilida gapirishni uddalay olmaydigan shunday bir go'rso'xta ekan. Asl-naslini so'rasangiz, o'zi bir mushtaygina. Juda ham oddiy kuchukcha ekan. Ilgarilari kuchuk asari ko'rinmaydigan bir qishloqda uning qayerdan paydo bo'lib qolganini hech kim bilmas ekan. Albatta, shundoq bo'lgandan keyin men nega xurishni bilmayman degan o'yni xayoliga ham keltirmas ekan. Lekin kunlarning birida uni savolga tutishibdi. Qiziq, sen nega xurmaysan? Xurish? Bu nima deganingiz? Axir men bu yerlik emasman. Xurishni bilmayman. Obbojin qarchi. Nahotki hamma kuchuklar vov deb xurgandek xurishni bilmasang. Nimaga xuradi? Nimaga deganing nimasi? Axir kuchuk bo'lgandan keyin xuradi-da. O'tkinchilarga qarab xuradi, ko'ziga shubhali ko'ringan mushuklarga, oyga qarab, hayotdan mamnun bo'lib, jahli chiqqanda va g'ashi kelganda xuradi. Ko'pincha kunduz kunlari, lekin tunda ham xurib vovullagan paytlari ham bo'ladi. Gapingizda jon bor-ku-ya, lekin men sen kim bo'psan yoki sen to'g'ringda gazetalarda yozishlarni xohlaysanmi? Kuchukcha nima deb javob berishni bilmay qolibdi. U xurishni bilmagani uchun ham uni qanday o'rganishga aqli yetmasdi. Unday bo'lsa men nima qilsam, sen ham shuni qil. Kuchukchaga ichi achiganidan maslahat berib xo'rozchi. U o'zining jarangdor tovushi bilan bo'ynini gajak qilib bir necha marta qiribdi. Bu sen o'ylaganchalik osonga o'xshamaydi. Shu ham gapmi? Yaxshilab quloq sol. Sen mening tumshug'imga diqqat qil. Qisqasi, men nima qilsam, sen ham shunday qil. Xo'rozcha yana ququ deb qichqiribdi. Kuchukcha unga taqlid qilmoqchi bo'libdi-yu, biroq tomog'idan qandaydir beo'xshov ovoz chiqibdi xolos. Shu yerda donlab yurgan tovuqlar cho'chib, har tomonga qochib qolibdi. Hech qisi yo'q. Tasalli beribdi xo'rozcha. Birinchi martaga juda yaxshi chiqdi. Endi esa takrorla qani. Kuchukcha yana bir qichqirishga urinib ko'ribdi. Biroq hech narsa chiqmabdi. Shunda u har kuni oz-ozdan mashq qila boshlabdi. Goho o'rmonga kirib ketarkanda, u yerda xalaqit qiluvchi hech kim bo'lmay, ko'ngli istagancha qichqirar ekan. Kunlardan bir kuni ertalab u shunaqangi qotirib qichqiribdiki, azbaroy ovozi tiniq va jarangdor chiqqandan o'zi ham zavqlanib ketibdi. Xo'roz qichqirig'i qulog'iga chalingan tulkivoy o'zicha, Xudoga shukr, xo'rozvoy holimdan xabar olgani keldi. Bu himmati uchun unga darrov minnatdorchilik izhor qilib qo'yishim kerak, deb o'ylabdi suyunib. U xo'rozcha istiqboliga oshiqibdi. Albatta pichoq, vilka, salfetka olishni ham unutmabdi. Chunki o'zingizga ma'lum, tulki uchun dunyoda babaq xo'rozdan mazalik taom bo'lmaydi. Lekin babaq xo'roz o'rniga cho'nqayib o'tirgancha ovozning borcha paydarpay ququ deb allambalo qichqirayotgan kuchukchani ko'rganda, tulkivoyning hafsalasi qanchalik pir bo'lganini aytmasa ham o'zingiz bilsangiz kerak. Bu ahvolda qopqonga tushib qolmasam go'rga edi. Qopqonga deysanmi? Ajablanib so'radi kuchukcha. Hada. Men seni ataylab o'zini o'rmonda adashib qolganga solib xo'roz bo'lib qichqirayapsam deb o'ylabman. Yaxshiyamki vaqtida ko'rib qoldim seni. Lekin bunda ov qilish g'irromlikdan boshqa narsa emas. Kuchuklar odatda ovchi kelayotganda ogohlantirib xurib ovoz beradilar. O'lay agar. Ov qilish mening xayolimga ham kelgani yo'q. Men bu yerga faqat mashq qilgani kelganman. Mashq qilgan deysanmi? Nimani mashq qilasan? Men xurishni o'rganyapman. Ancha o'rganib qoldim ham. Quloq solgina, juda yaxshi xura olaman. Shunday deb kuchukcha yana ququ deb baralla qichqirdi. Tulki
ichaklari uzilgudek qotib kulibdi. Yerga dumalab, qornini ushlab shunaqangi kulibdiki, sira o'zini to'xtata olmabdi. Kalaka va kulguga qolgandan kuchukcha qattiq xafa bo'libdi. Axir buni o'rganguncha ozmuncha mehnat qildimi? Bechora yig'lamoqdan beri bo'lib dumini qisgancha uyga qaytibdi. Yo'lda u Kakkuga duch kelibdi. G'amgin ketayotgan kuchukchani ko'rib, Kakkuning rahmi kelibdi. Va ko'ngil so'rabdi. Senga nima bo'ldi kuchukchivoy? Tinchlikmi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Bo'lmasa nega buncha g'amgin ko'rinasan? So'rab nima qilasan? Hamma balo bitta. Ya'ni xurishni bilmaganimda. Buning ustiga birov o'rgatib qo'yay ham demaydi. Gap faqat shunda qolgan bo'lsa, men senga ko'z ochib yumguncha o'rgatib qo'yaman. Yaxshilab quloq sol. Men sayrayman. Kukku, kukku, kukku. Bildingmi? Unchalik qiyin emasga o'xshamayapti. Oson. Men juda kichkinaligimdan kukkulashni bilaman. Qani takrorla. Kukku, kukku, kukku. Ku. Sayrash ko'rinibdi kuchukcha. Ku. U mana shu kukuni yana ko'p marotaba takrorlabdi va o'sha kuni kechqurungacha va ertasiga ham faqat shuni mashq qilibdi. Bir haftada esa qoyil qilib o'ylabdi. Mana nihoyat chinakam quradigan bo'lib qoldim. Endi meni hech kim kalaka qilib ustimdan kula olmaydi. Ayni shu kunlar ov mavsumi boshlangan ekan. O'rmonda ko'p ovchilar paydo bo'lib qolibdi. Ular orasi to'g'ri kelgan tomonga va duch kelgan jonivorga qarab miltiq otaveradiganlari ham bor ekan. Agar ovozlari quloqqa chalingundek bo'lsa, bulbulni ham ayab o'tirishmas ekan. Ana shunday ovchilardan biri o'rmonda ketayotib, butar orasidan kukku, kukku degan ovozni eshitib qolibdi. Ovchi darhol miltig'ini qo'lga olib mo'ljallabdi-da, ustma-ust paq-paq o'q uzibdi. Hayriyat, o'q kuchukchaga tegmabdi. Naq qulog'ining ostidan vizzatib o'tib ketibdi. Bechora kuchukchaning shunaqangi o'ttakasi yorilibdiki, qochib ketayotib o'zicha o'ylar ekan. Hoynahoy bu ovchining esi joyida bo'lmasa kerak. Bo'lmasa kelib xurishni biladigan kuchukchaga qarab o'q uzadimi? Ovchi esa shu paytda o'ljasini qidirish bilan ovora ekan. U mo'ljalni aniq urganiga shubha qilmagan ekan-da. Hoynahoy otgan qushimni allaqayoqdan paydo bo'lgan haligi kuchuk ilib ketgan deb o'ylabdi. Ovchi alamini bosish uchun inidan mo'ralab turgan sichqon bolasiga qarab o'q uzdi, lekin u ham mo'ljalga tegmabdi. Kuchukcha bo'lsa chopib ketaveribdi. Ertakning birinchi yakuni. Kuchuk chopib ketaveribdi. Bir vaqt sigir bemalol o'tlab yurgan o'tloqdan chiqib qolibdi. Qayoqqa shoshib ketyapsan kuchukvoy? O'zim ham bilmayman. Ha, unday bo'lsa birpas to'xtab damingni ol. Bu yerning o'tlog'ini qara ko'mko'k. Gap o'tloqda bo'lganda o'zim ham bilardim-a. Nima bo'ldi? Tobing yo'qmi? Undan ham battarroq. Men xurishni bilmayman. Seni qara-yu, dunyoda eng oson narsa shu-ku. Quloq sol. Mu. Xo'sh, qalay yoqdimi? Durust, lekin bir narsani ko'nglim sezib turibdi. Menga kerak bo'lgan narsa bu emas. Chunki sen sigirsan. Ha, albatta sigirman. Men esa sigir emas, kuchukchaman. Kuchukcha bo'lmay nimasan? Kuchukchasan. Xo'sh, nima bo'lib shunga mening tilimda gapirishni o'rganib olsang, buni nimasi yomon ekan? Bu bilan sen juda zo'r fikrni o'rtaga tashlaganingni bilasanmi? Qanaqa fikrni? Mana, hozirgina mening miyam kelgan fikrni. Men barcha hayvonlar tilini o'rganib olaman-da, sirkda tomosha ko'rsataman. Hamma meni olqishlab, qarsak chaladi. Men boyib ketaman va shoh qiziga uylanib olaman. Kuchuklar shohining qiziga albatta. Barakalla. Juda yaxshi o'ylabsan buni. Qani, belni mahkam bog'lab ishga kirishaver. Yaxshilab eshitib ol. Mu. O'zicha g'ing'illabdi kuchukcha. Xurishni eplay olmagan, lekin boshqa tillarni o'rganishga zo'r qobiliyatga ega bo'lgan kuchukchamiz qaysi desa hech ikkilanmay shuni ko'rsatavering. Yanglishmaysiz.
Ertakning ikkinchi yakuni. Kuchukcha chopib ketaveribdi. Yo'lda unga bir dehqon uchrabdi. Buncha shoshib qayoqqa ketyapsan? Hoy kuchukvachcha. Ha, o'zim ham bilmayman. Ha, unda yur men bilan. Men uchun senday bir kuchukcha juda ham zarur edi. Tovuqlarimni qo'riqlaysan. Siz bilan jon deb borar edim-u, lekin bir aybim bor. Men xurishni bilmayman. Ayni muddoda xurishni bilmagan kuchuklar faqat o'g'rilarga qo'l keladi. Cho'chitib, o'g'rini qochirib yuboradi. Sening ovozingni esa o'g'rilar eshitmaydi. Chunki sen xurishni bilmaysan. Ular bemalol yaqin kelishadi. Shunda sen ularni shappa tutib olib, talab tashlaysan. O'g'rilar qilmishiga yarasha jazoni oladi. Bo'pti, roziman, debdi kuchukcha. Shu tariqa xurishni bilmaydigan kuchukcha o'ziga munosib ish topib olibdi va bir umr bo'yniga zanjir tushib, kuniga bir kosa suyak uning nasibasi bo'libdi. Ertakning uchinchi yakuni. Kuchukcha chopib ketaveribdi. Birdan uning qulog'iga qandaydir maxluqning wow degan g'alati ovozi chalinibdi-yu, taqqa to'xtabdi. Qulog'imga tanish va issiq eshitilyaptimi? O'zicha o'ylabdi kuchukcha. Garchi bu qanaqa jonivor ovozi ekanini bilmasam ham, yuragimga jiz etgandek bo'ldi-ya. Wow. Balki bu jirafadir. Yo'q, bu timsoh bo'lsa kerak. Ha, xuddi o'sha badjahl timsoh. Ehtiyot bo'lishim kerak. Butalar orasida berkingancha kuchukcha vov degan ovoz kelayotgan tomonga emaklab boribdi. Xudoyim, bu ovoz uning yuragini bunchalik o'ynatib yubormasa. Bu hech shubhasiz kuchuk bo'lishi kerak. To'ppa-to'g'ri, tag'in kelib kimning kuchugi deng, kukkullagan ovozni eshitib, o'q uzgan haligi ovchining kuchugi bo'lib chiqsa-ya. Salom kuchuk. Salom kuchukcha. Nega bunaqa ovoz chiqaryapsan? Ovoz, bilib qo'y. Bu shunchaki ovoz emas, balki xurishdir. Xurish deysanmi? Hali sen xurishni bilasanmi? Bilganda qandoq, ko'rib turibsan-ku, filga o'xshab dunyoni boshiga ko'tarayotganim yoki sherga o'xshab nari tortayotganim yo'q. Unda menga ham o'rgat xurishni. Sen hali bilmaysanmi? Yo'q-da. Unday bo'lsa quloq sol. Bu mana unday qilinadi. Kuchukcha birdaniga xura ketibdi. Sevinch ichiga sig'may, nihoyat yaxshi ustoz topib oldim deb o'ylabdi o'zicha. Shu topda undan baxtiyor maxluq yo'qday tuyulardi unga. Amir Fayzullayev tarjimasi. Matnni O'ktam Nuriddin o'qidi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.